Juma kuni 2025-yilning 19-sentyabrida soat 8 da kechqurun Mening yurtim telekanalida Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi serialining 157 qismi chiqadi. Bu epizod 60 sirlarini ochib, tomoshabinlarni hayratda qoldiradi. Men uni intiqlik bilan kutaman, chunki har bir qism oddiy dramalardan farqli ravishda hayot nafasi. Serial chuqurligi va haqiqiyligi bilan hayratga soladi. Shablon syujetlar yo'q, har bir qahramon o'z ehtiroslari bilan tirik. Bosh qahramonning sevgi va xiyonat o'rtasidagi kurashi chin dildan ta'sir qiladi. Qizil xonadondagi baxt uchun jangi esa hayajonli. Aktyorlar dostek o'ynaydi, oila va qasos intrigasi oxirigacha ushlab turadi. Bu inson ruhining ko'zgusi, unda sevgi qorong'ulikni yengadi. Ijodkorlar o'zbek an'analarini zamonaviy hikoyaga mohirona joylaydi. Oilaviy kechki ovqatlardan oydagi suhbatlargacha hammasi ta'sirli. Soundtrack va operator ishi har kadrni san'atga aylantiradi. Serial hislarni qadrlashni o'rgatadi, bu qism esa yangi kashfiyotlar beradi. O'tkazib yubormang, bu yurak tinchlik topadigan dunyo.